Hamma mani faqat narsayasiydi, bu qiz hech ish qilmaydi deb o'ylaydimi? Yo'q, men ham ish qilaman. Bugun sizlarga o'sha ish qilayotgan jarayonlarimdan bir kunlik vlog qilaman. Agar shu changlarni oyim bilan opam ko'rishsa, aniq meni uydan haydab yuborishadi. Iltimos, bu videoni oyim bilan opam ko'rmasin. Orzuni maktabga tayyorlab, maktabga emas, to'garaga tayyorlab jo'natib yubordim. Menda shunaqami qizlar, uyda hech kim bo'lmasa maza qilib uborka qilaman. Orzuni maktabga jo'natib yuborib, o'zim mana shu 2 kunning ichida kosmonavt tushib qolgan changlarni artishga kirishib ketdim. To'g'risi ham qizlar 2 kundan shunaqa bu ahvolga kelib qoladi. G'irtma isqirti yashaydiganga o'xshab qolaman. Keyin plisos qilib oldim. Uzun to'kilgan sochlarimni olib oldim. Xonani yopib, ujumani aksessuarlarim yillab yotdi. Ularni yig'ishtirishni boshladim. Ishoninglar, shunaqa narsam ko'p. Qatga sig'dirishni bilmayman. Videoga e'tibor berdinglar. Mushugim ham oralarda odamga asabiga tegib yuribdi. Televizorda muzika qo'yib qo'yganman. Mana shunaqa muzika eshitmasdan ish qilolmaydigan odatim bor. Shu joyda telefon zaryadkasi o'chib qoldi. Tezda kiyinib, Prion Stars'dagi offline uchrashuvga ketdim. Offline uchrashuvdan chiqib, o'rtog'im bilan kosmetologga bordim. Chunki yuzimdagi poralar juda ham ochilib ketgandi qizlar. Meni yuzim o'zi unaqa problemli yuz emas, lekin juda ham chuvstvительный. Nimadir noto'g'ri surib qo'ysam, narsa toshib ketadi. Tonalkamni qatgadir syomkaga borganda tashlab kelganim uchun opamnikini ishlatuvdim. Yuzimga narsa toshtirib yubordi. Mana yuzimning ahvolini ko'rsanglar bo'ladi. Bo'lib qoldim. Beauty den qilib, tirnoqlarimni ham qildirib keldim. Shu bilan bugungi vlog tugadi. Hammaga xayr.